بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والثلاثون. إكينش درس. يقرأ أقيد، يمنح برد، يجمع تبليد، يفتح أجد، يرحل كتب أتد، يذهب برد كتد، يحسب أيليد، يعلم بلد، يفهم أيليد تشند، يسمع إشتد، يشرب إجد، يلبس كيد، يحفظ يدليد، يفرح خرسنت بلد، يضحك كلد، يندم أفسوس لند، يلعب أينيد، يسأل سوريد، يطمع تامقلد، يقنع قناعت قلد، يطرح تشلب يبارد أتد. Tashlab yubordi, otdi debdi. Bu yerda noto'g'ri bergan, chunki yatrohu bu muzori fe'li. Muzori fe'li kelasi zamon va hozirgi zamonga dalolat qiladi. Tashlab yubordi degani bo'lsa, bu o'tgan zamon bo'lib bo'lyapti. Otdi bo'lsa ham o'tgan zamon bo'lib bo'lyapti. Tashlab yuboradi yoki tashlab yuboryapti. Otadi yoki otyapti deb ma'no yozish kerak edi. Yaf'alu bajaradi, yaqta'u kesadi, yaxda'u aldaydi, yasriqu o'g'irlaydi, yarji'u qaytadi, yajlisu o'tiradi, yashtimu so'kadi, yadribu uradi, yantiqu nutq qiladi, so'zlaydi, ya'tisu aksa uradi, yahmilu ko'taradi, yanzilu tushadi, yaxdimu xizmat qiladi, yaktubu yozadi, ya'khudhu oladi, ya'kulu yeydi, yaskunu turadi, yashaydi, yaxruju chiqadi, yadxulu kiradi, yarqudu yotadi, yanzuru qaraydi, yatruku qoldiradi, tark qiladi, yaqrubu yaqinlashadi, yab'udu uzoqlashadi, yakburu kattalashadi, yasg'uru kichrayadi, yakthuru ko'payadi, yakmulu oxiriga yetkazadi, yas'ulu yo'taladi. Bu yerga faqat muzori kelasi zamon va hozirgi zamon fe'llarini bergan xolos. Shu paytgacha o'tgan barcha fe'llarni hammasini muzorisini berib chiqibdi. Suratun sura, suvaru suralar, hadithun hadis, ahadithu hadislar, safarun safar, asfarun safarlar, nafsun nafs jon, anfusun nafs jonlar, al-jumalul arabiyyatu arabiy gaplar. هذا الولد يقرأ القرآن. Bu bola Qur'on o'qiyapti. Qur'on o'qiydi. هؤلاء الأولاد يقرؤون الأحاديث. Bu bolalar hadis o'qiydilar. أنت تقرأ كتابي. Sen meni kitobimni o'qiyapsan. أنا أقرأ كتابك. Men seni kitobingni o'qiyapman. هو ما يقرأ شيئا. U hech narsa o'qimaydi. هم يقرؤون آية من سورة الفاتحة. Ular Fotiha surasidan oyatni o'qiyaptilar. Anta taqra'u surata Yasin. Sen Yasin surasini o'qiyapsan. Anti taqra'ina surata Tosin. Sen ayol Tosin surasini o'qiyapsan. Ana aqra'ul Qur'ana g'oliban. Men ko'pincha Qur'on o'qiyman. Kathiran ma naqra'ul Qur'an. Bu yerda ham kasirun degan so'z ma bilan qo'shilib kelyapti. Ma'nosi ko'p vaqtda degan ma'noni ifodalaydi. Ko'p vaqtda Qur'on o'qiymiz. Qalilan ma naqra'ul ahadith. Bu yerda ham qalil so'ziga ma qo'shilib kelyapti. Ma'nosi oz vaqtda degan ma'no ifodalaydi. Oz vaqtda hadislarni o'qiymiz. Sayamnahu hadha as-sakhiyyu sadaqatan. Sa bu yerda muzori fe'lidan oldingi tez fursatda degan ma'noni ifodalaydi. Tez fursatda bu saxiy sadaqa beradi. Al-alimu yajma'ul kutuba. Olim kitoblarni to'playdi. Wal bakhilu yajma'ul mala. Baxil mol dunyo to'playdi. Tuftahu abwabul buyuti sabahan. Uyning eshiklari ertalab ochiladi. Hadhal babu la yuftahu laylan. Bu eshik tunda ochilmaydi. Nahnu narhalu min hadhal makani ila makanin akhar. Biz bu joydan boshqa joyga ko'chamiz. Antum tadhhabuna ila suqi. Sizlar bozorga borasizlar.
Sayadhabu abi ila qaryatikum. Tez fursatda otam sizni qishlog'ingizga boradi. Huwa yahsabu nafsahu aqilan. U o'zini oqil deb o'ylaydi. Hum yahsabuna anfusahum uqala'a. Ular o'zlarini oqil deb o'ylaydilar. Anta tahsabu nafsaka aqilan. Sen o'zingni aqlli deb hisoblaysan, o'ylaysan. Antum tahsabuna anfusakum uqala'a. Sizlar o'zlaringizni aqlli deb o'ylaysizlar. Ana ahsabu nafsi aqilan. Men o'zimni aqlli deb o'ylayman. Nahnu nahsabukum uqala'a. Biz sizlarni aqllilar deb o'ylaymiz. Kullu insanin yahsabu nafsahu aqilan va adilan. Har bir inson o'zini aqlli va adolatli deb o'ylaydi, hisoblaydi. Al-ulama'u ya'lamuna uluman kathiratan. Olimlar ko'p ilmlarni biladilar. Al-juhala'u la ya'lamuna shay'an. Johillar hech narsa bilmaydilar. Nahnu la na'lamu durusakum. Biz sizlarni darslaringizni bilmaymiz. Ana afhamu ma'na qawlikum. Men sizni so'zingizni ma'nosini tushunaman. Lima la tafhamu ma'aniya hadhihi al-aqwali. Nima uchun bu so'zlarni ma'nolarini tushunmaysiz? Hal tafhamuna ma'aniya ayatil Qur'an. Qur'on oyatlarini ma'nosini tushunasizlarmi? Satafhamuna ma'aniyal ahadithi. Tez fursatda hadislarni ma'nolarini tushunasizlar. Hal tasma'u sawtal ustazi. Ustozni ovozini eshityapsanmi? Nahnu nasma'u aswatat tujjari minal kuvvati. Biz kuvvati degani kichkina deraza. Kichkina derazadan tijoratchilarni ovozlarini eshitamiz. Ustazuna yaqra'u suratan minal Qur'ani va nahnu nasma'uha. Ustozimiz Qur'ondan sura o'qiyapti va biz uni eshityapmiz. Hum yashrabuna ashribatan lazizatan. Ular shirin ichimlikni ichyaptilar. Nahnu nashrabu sharoban wahidan. Biz bitta ichimlikni ichamiz. Lima tashrabuna. Nima uchun ichyapsizlar? Huwa yas'alu Zaydan an hali Bakrin. U Zayddan Bakrning holi haqida so'raydi yoki bu yerda an haqida degan ma'noda kelyapti. Lima tas'alu an mas'alatil Qur'an. Nima uchun Qur'onni mas'alasi haqida so'raysiz? Al-faqiru yatma'u fi malil ghaniyyi. Faqir boyni moliga ta'ma qiladi. Nahnu la natma'u fi mali ahadin. Biz hech bir kishini moliga ta'ma qilmaymiz. Al-insanu al-aqilu yaqna'u bi malin qalilin. Aqlli inson ozgina molga ham qanoat qiladi. Al-faqiru alladhi yaqna'u bi malihi al-qalili masrurun kamathali al-aghniya'i. Ozgina moliga qanoat qilgan kambag'al boylar kabi xursanddir. Al-aghniya'u alladhina la yaqna'una bi amwalihim al-kathirati mahzununa kamathali al-fuqara'i. Ko'p moliga ham qanoat qilmaydigan boylar faqirlar kabi xafadurlar. Hadha al-waladu as-safihu yatrahu albisatahu ila az-zuqaqi. Bu telba bola kiyimini ko'chaga tashayapti. Kullu insanin yaf'alu af'alan kathiratan. Har bir inson ko'p ishlarni bajara oladi. Maza taf'aluna fis-suqi. Bozorda nima qilyapsizlar? Man yaqta'u hadhihi ash-shajarata. Kim bu daraxtni kesyapti? Nahnu la naqta'u ashjara hadhihi al-hadiqati. Biz bu bog'ni daraxtlarini kesmaymiz. Kullu zolimin yakhda'un nasa. Har bir zolim insonlarni aldaydi. Hamma zolim insonlarni aldaydi. Allazina yakhda'una an-nasa hum fasaqatun va zalamatun.
insonlarni aldaydiganlar ular fosiq va zolimdirlar. Al-aghniya'u yalbasuna albisatan hasanatan, boylar chiroyli kiyimlarni kiyadilar. Antum talbasuna albisatan tawilatan, sizlar uzun libosni kiyasizlar. Hazal waladu yahfazul Qur'ana, bu bola Qur'on yodlayapti yoki Qur'onni yod oladi kelajakda. Azkiya'ut talamizi yahfazuna durusahum, o'quvchilarning donolari darslarini yodlaydilar. Kullu insanin yahfazu malahu, hamma inson molini himoya qiladi. Abi yafrahu bihazal khabari, otam bu xabar bilan xursand bo'ladi. Nahnu nafrahu bi akhbarikumut tayyibati, biz sizlarni yaxshi xabarlaringiz bilan xursand bo'lamiz. As-sibyanu yal'abuna fayafrahuna thumma yadhakuna, go'daklar o'ynaydilar va keyin xursand bo'ladilar, so'ngra kuladilar. Lima tadhaku kasiran, nima uchun ko'p kulasan? Allazina la yakhda'una ahadan minan nasi hum udulun va sulaha'u, insonlardan hech birini aldamaydiganlar ular adolatli va solih insonlardir. Ar-rajulus solihu la yasriqu shay'an, solih ya'ni solih kishi hech narsani o'g'irlamaydi. Ba'dul fasaqati yasriquna amwalan nasi, ba'zi fosiqlar insonlarni mollarini o'g'irlaydilar. Yarji'u abuna g'adan min safarihi, otamiz ertaga safaridan qaytib keladi. Nahnu narji'u minal madrasati ila buyutina ba'da darsi, hop biz madrasadan uyimizga darsdan keyin qaytamiz. Mata tarji'una ila buyutikum, uylaringizga qachon qaytasizlar? Ila ayna narji'u al-yawma, bugun qayerga qaytamiz? Ulaika ar-rijalu yajlisuna fi baytina, anavi kishilar uyimizda o'tiradilar. Ulaika an-nisa'u yajlisna fil hadiqati, anavi ayollar bog'da o'tiradilar. Anta tajlisu fis suffati, sen suffada o'tirasan. Nahnu najlisu fil hujrati, biz xonada o'tiramiz. Ar-rajulul fasiqu yashtimu aktharan nasi var-rajulus solihu la yashtimu ahadan, fosiq kishi ko'p insonlarni haqorat qiladi, solih kishi hech bir kishini haqorat qilmaydi. Aktharun nasi yashtimuna a'da'ahum, aksar insonlar dushmanlarini haqorat qiladilar. Nahnu la nashtimu ahadan, biz hech kimni haqorat qilmaymiz. Lima tashtimuni, nima uchun meni haqorat qilyapsan? Huwa yadribu, u uryapti. Hum yadribuna, ular uryaptilar. Anti tadribina, sen ayol uryapsan. Ana la adribu, men urmayman. Wala udrabu, urilmayman. Adribu, uraman, wala udrabu, urilmayman. Nahnu la nadribu, biz urmaymiz. Va qad nudrabu, gohida urilamiz. Hiya tandamu, u nadomat qiladi. Nahnu la nandamu, biz nadomat qilmaymiz. Hadha ar-rajulu yantiqu kathiran, bu kishi ko'p gapiradi. Nahnu la nantiqu kathiran, biz ko'p gapirmaymiz. Man ya'tis, kim aksa uradi? Aktharul marda la ya'tisuna, ko'p bemorlar aksa urmaydilar.
Ba'dul mar'a barda ya'tisu. Ba'zi bemorlar aksa uradi. Hazal hammalu yahmilu ahmalan kathiratan. Bu yuk tashuvchi ko'p yuklarni ko'taradi, tashiydi. Anta la tahmilu shay'an. Sen hech narsa tashimaysan, ko'tarmaysan. Nahnu nanzilu min hadhihi as-suffati ba'da waqti as-salati. Biz bu suffadan namoz vaqtidan keyin tushamiz. Hazal khadimu yakhdimu fi baytina sanatan wahidatan. Bu xizmatkor bizni uyimizda 1 yil xizmat qiladi. Haza yaktubu kitaban. Bu kitob yozadi. Nahnu la na'khudhu sadaqatan. Biz sadaqa olmaymiz. Haza ya'kulu kathiran jiddan. Bu juda ko'p yeydi. Nahnu na'kulu qalilan. Biz oz yeymiz. Haula'i talamizu yaskununa fil madrasati. Bu o'quvchilar madrasada yashaydilar. Antum taskununa fi buyutikum. Sizlar uylaringizda yashaysizlar. Ila ayna takhruju ba'da ad-darsi. Darsdan keyin qayerga chiqasiz? Nakhruju minal madrasati fanadkhulu fil masjid. Madrasadan chiqamiz, bas so'ngra masjidga kiramiz. Mata tarquduna. Qachon uxlaysizlar? Ila ayna tanzur. Qayerga qarayapsan? As-sulaha'u wal uqala'u la yanzuruna ila an-nisa'i marratan ba'da marratin. Solihlar va aqllilar ayollarga bir martadan keyin ikkinchi marota qaramaydilar. Bir martadan keyingi marotasida ayollarga qaramaydilar. Aksarul fasaqati yatrukuna as-salata. Aksar fosiqlar namozni tark qiladilar. Nahnu la natruku salatan. Biz namozni tark qilmaymiz. Sayaqrubu vaqtu salati az-zuhri ba'da hadha ad-darsi. Peshin namozining vaqti bu darsdan keyin yaqinlashadi. Huwa yab'udu. U uzoqlashyapti. Hum yakburuna. Ular kattalashyaptilar, ya'ni katta bo'lyaptilar. Hiya tasghuru. U ayol kichiklashyapti. Hunna yakthurna. Ular ayollar ko'payyaptilar. Ana akmulu. Men mukammal bo'lyapman. Nahnu nas'ulu. Biz yo'talyapmiz. Aktharul ladina yas'uluna marda. Yo'talganlarning ko'pchiligi bemordirlar. Quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling. Bu qariya Qur'on o'qidi. Qara'a hadha ash-shaykhu al-Qur'ana. Biz hadis o'qiymiz. Nahnu naqra'ul hadis. U berdi. Huwa manaha. Ular berarlar. Kelajakda berarlarda. Hum yamnahuna. Ular yeydilar. Hum ya'kuluna. Sen ochasan. Anta taftah. Siz ko'chib ketasiz. Anta tarhalu. Ko'pchilikka bo'lsa, chunki o'zbek tilida siz ko'pchilikni ham bildiradi. Siz ko'chib ketasizda ko'pchilik aytilayotgan bo'lsa, antum tarhaluna. U muannasga nisbatan ketadi. Hiya tazhabu. Ular biladilar muannasga nisbatan. Hunna ya'rifna. Siz bilasizmi? Hal anta ta'rifu. Men anglamadim. Ana ma fahimtu. Ya'ni tushunmadim-da. Ana ma fahimtu bo'ladi. U eshitadi. Huwa yasma'u. Sizlar ochasiz. Antum taftahuna. Biz so'ramaymiz. Nahnu la nas'alu. U kambag'al ko'p tama qildi. Hazal faqiru tama'a kathiran. Qalamingni nega tashlaysan? Limadha
Hop, yatrohu deb keldi. Tashlab yuborish nimada lug'atda? Limaza yatrohu qalamaka? Nima uchun qalamingni tashlaysan? Qalamingni nega tashlaysan? Shu negani lima beryapti. Limaza tatrohu qalamaka? Sen nima qilasiz? Siz nima qilasiz? Maza taf'alu ant? Ular daraxt kesadilar. Hum yaqta'una al-ashjara. Nima uchun bu kiyimni kiymaysan? Limaza la talbasu hadha al-libasa? Anavi shogird bu oyatni yod oldi. Zaka tilmizu hafiza hadhihi al-ayata. Bu bola o'ynadi. Hadha al-waladu la'iba yoki la'iba hadha al-waladu. Kuldi va xursand bo'ldi. La'iba hadha al-waladu wa dhahika wa fariha. Otangiz bozordan qachon qaytadi? Mata yarji'u abuka minas suqi. Biz bu yerda o'tiramiz. Nahnu najlisu huna. Siz qayerda o'tirasiz? Ila ayna anta tajlis. yoki ayna anta tajlis. Siz qayerga o'tirasiz? Sabrli kishi hech kimni so'kmaydi. Ar-rajulu as-saburu la yashtimu ahadan. Xo'p. Oxiriga masalan qottuni qo'shib qo'ysa ham bo'ladi. Yoki ahadan o'zi hech kimni degan ma'noni ham ifodalaydi. Ar-rajulu as-saburu la yashtimu ahadan. Xo'p, g'azabli kishi ko'p kishini so'kadi. Ar-rajulu al-ghadubu yashtimu rijalan kathiran. Men seni kuldiraman. Ana adhakuka. Oxiridagi ka seni ifodalaydi. Ana adhakuka. Men seni kuldiraman. Sen meni kuldirmaysan. Anta la tadhakuni. Sen nima uchun meni urasan? Limaza anta tadribuni? Sen nadomat qilasan. Anta tandimu. Yo bu ayn barobari fathali ekan, anta tandamu bo'ladi. Sen nadomat qilasan, anta tandamu. Men gapiraman, ana atakallamu. yoki ana antiqu desa ham bo'ladi. Nutq qilaman deb. Kim aksa urdi? Man atosa. Bu xizmatchi juda katta narsa ko'taradi. Hadal xodimu yahmilu shay'an kabiron jiddan. Xo'p, bu yerdan qayerga tushasiz? Ila ayna tanzilu min huna. Kambag'allarning aksari boylar uchun xizmat qiladi. Aktharul fuqaro'i yakhdimuna lil aghniyai. Men yozaman, ana aktubu. Siz yozmaysiz. Anta la taktubu. Ko'plik ifodalanayotgan bo'lsa, antum la taktubuna bo'ladi. Bu kambag'al sadaqa olmaydi. Hadal faqiru la ya'khudhu sadaqata. Bu bemor hech ovqat yemayapti. Hadal maridu la ya'kulu ta'aman qattu. Bu bola qayerda turadi? Ila ayna yaskunu hadal waladu. Siz chiqasiz. Anta takhruju. Biz ko'ramiz. Nahnu nabsuru.
qachon kelasiz? Mata taji'u, kimga qaraysiz? Ila man tanzuru, solihlar hech namozlarini tark qilmaslar. As-sulaha'u la yatrukuna solatahum abadan. yoki oxiriga qottu desa ham bo'ladi. As-sulaha'u la yatrukuna solatahum qottu. Bemorlarning aksari yo'taladilar. Aksarul mardo yas'uluna. Sog'lomlarning aksari yo'talmaydilar. Aksarul asihha'i la yas'uluna. Yaqin fursatlarda sizning ilmingiz ko'payadi. Sayakthuru ilmukum. Shu yerda sa yaksuru degani ko'payadi degani. Oldiga sani olib keladigan bo'lsangiz, yaqin fursatda degan ma'noni ifodalaydi. Sayaksuru, yaqin fursatda ko'payadi sizning ilmingiz. Ilmukum. Tirishqoq bolalar hamon o'qiydilar va daftarlariga yozadilar. Al-awladul mujtahiduna ma zalu yaqra'una va yaktubuna fi dafatirihim. Bu yerda ma zalu hamon degan ma'noni ifodalayapti. Al-awladul mujtahiduna ma zalu yaqra'una. Hamon o'qiydilar, ya'ni o'qishda bardavom bo'ladilar. Va yaktubuna fi dafatirihim. Va daftarlariga yozadilar. Bu yerda fi olib kelinyapti, chunki yozishlik daftarini ichiga bo'ladi, ustiga emas. O'shaning uchun fi dafatirihim bo'lyapti. Ya'ni daftarlarini ichiga yozadilar degan ma'no chiqib keladi. Xo'p, madrasa o'quvchilari bu kitobni o'qiydilar. Talamizul madrasati yaqra'una hadzal kitaba. Xo'p, arabcha so'zlarning ma'nolarini yodlaydilar. Yahfazuna ma'aniyal kalimatil arabiyyati. O'sha tepadagi so'zni davomi bo'lsa kerak. Madrasa o'quvchi bu kitobni o'qiydilar va arabcha so'zlarining ma'nolarini yodlaydilar. Talamizul madrasati yaqra'una hadzal kitaba va yahfazuna ma'aniyal kalimatil arabiyyati. Siz dars vaqtida o'ynamaysiz. Balki darsdan so'ng ozroq o'ynaysiz. Sizlar dars vaqtida o'ynamaysiz. Antum la tal'abuna asna ad-darsi bal tal'abuna qalilan ba'da ad-darsi. Darsdan so'ng ozroq o'ynaysiz. Tentak bolalar dars vaqtida kuladilar. Al-awladul aghbiya'u yadhakuna asna ad-darsi. Tugabdi-ku.